24-sentyabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashining Jenevada o'tkazilgan 57-navbatlik yig'inida dunyodagi kishilik huquq vaziyati haqida munozara elib berilgan. Yig'inda Yevropa Ittifoqi o'miki Uyg'ur elidagi kishilik huquq ahvolining intayin nachar ham ig'ir ekanligidan andisha qiladiganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqining tor betida berilgan ma'lumotda Yevropa Ittifoqi ko'plagan davlat va rayonlarning kishilik huquq ahvoliga baho bergandan boshqa Xitoydagi kishilik huquq ahvolining yanada ig'irligini, bo'libmi Uyg'ur elidagi kishilik huquq ahvolining kishini qattiq andishaga soladiganligini bildirgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Yevropa Ittifoqi Xitoyning intayin ig'ir kishilik huquq ahvolidan andisha qiladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nazorat organlari va alohida dokladchining ko'plagan dokladlari bo'libmi kishilik huquq oliy komissari ishxonasining Xitoydagi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining kishilik huquq ahvoli haqidagi dokladi shuni isbotladiki, Xitoy hukumati va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq aparatlari Xitoydagi kishilik huquq ahvoliga jiddiy ko'ngil bo'lishi kerak. Yevropa Ittifoqi Xitoydagi bo'libmi Xinjiangdagi qayta tarbiyalash markazlaridan kishilarni xohlagancha tutish, ta'qib nazorat qilish va kontrol qilish, kishilarning erkinligini, jumladan diniy e'tiqod erkinligini butunlay cheklash, kishilarni yepiq holatda o'limga hukm qilish, emgak kuchini yo'tkash va majburiy emgak silish, kishilarni qamoqda qiynash, ayollarni tug'mas qilib o'tish yoki homilini majburiy tushirib o'tish, oilalarni xonavayron qilish hamda jinsiy zo'ravonlik qilmishlaridan qattiq andisha qiladi. That assessment found that the, quote, extent of arbitrary and discriminatory detention of members of Uyghur and other predominantly Muslim groups may constitute international crimes, in particular, crimes against humanity. Onundan başqa bu yığında Amerikaning BDT'de turishliq bosh elchisi Michelle Taylor bayonot e'lon qilib, BDT'ning kishilik huquq doklati e'lon qilinib 2 yil o'tgan bugungi kundami Xitoydagi kishilik huquq ahvolida qilcha yaxshilanish bo'lmaganligini bildirgan. Michelle Taylorning bildirishicha, mazkur dokladda Xitoyda Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni kamsitish, ularni xohlagancha tutishning ig'irligi, bularning xalqaro jinoyat, bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan bo'lishi mumkinligi aniq o'tirg'a qo'yilgan bo'lsa-mu, 2 yildan buyon Xitoy bu qilmishlardan qo'l uzish uyoq tutsin, buni inkor qilgan hamda kishilik huquq oliy komissari ishxonasining takliflarini rad qilgan. And rejected the recommendations of the OHCHR's assessment. 作为友好邻邦，中方反对缅甸生乱生战，反对外部势力对缅干涉渗透，反对任何破坏缅甸稳定和发展的言行。 Yaqinqi mezgilda o'tkazilgan kishilik huquq yig'inlaridami Xitoy izchil holda Uyg'ur elidagi kishilik huquq ahvoliga bo'lgan andishalarni pisandga olmagan. Michelle Taylor Xitoyga chaqiriq qilib mundaq degan: We call upon China to engage meaningfully with the United Nations to implement OHCHR's recommendations. Biz Xitoyni BDT bilan uchrashib, biror ahamiyatli ish qilishga, kishilik huquq oliy komissari ishxonasining takliflarini ijro qilib, o'z mas'uliyati va va'dasini ado qilishga, jumladan Xinjiangdagi xohlagancha tutilganlarni va nohaq tutilganlarni qo'yib berishga, izdiroksiz yo'qolib ketgan oila a'zolarining nadaligini aniqlab, ularni oilasi bilan jam qilishga chaqiriq qilamiz. U yana har bir shaxsning insonlik huquqi va erkinligining cho'qim qo'g'dilishi kerakligini, har qanday davlatning xalqaro kishilik huquq xalqaro ehtiromisiga rioya qilib, o'z davlatidagi kishilik huquqni qo'g'dashga mas'ul bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Independent work and continued assessment. The human rights and fundamental freedoms of everyone must be protected. It is incumbent on all of us not to undermine international human rights commitments that benefit us all and for which all states are accountable.